inson moddiy olami bilan bu dunyoga qiziqib yashaydi. Pul topishga qiziqadimi? Bolalar bilasizmi, qo'liga pul bersangiz xursand bo'ladi, qand bersangiz xursand bo'ladi, narsa bersangiz yosh bolaga ham yoqasiz. Inson bu dunyoga qiziquvchan qilib yaratilgan. Dunyoni obodligi uchun mana shu xislat unga dasturlab qo'yilgan. Lekin ayni vaqtda u sinov. U dunyoga berilib ketib, shu bilan band bo'ladimi yoki shu xislati bilan dunyoni to'g'ri obod qilib, lekin ruhi bilan Allohga bog'lanadimi? Mana shuni imtihoni uchun o'zi inson yaratilgan. Endi o'zi inson dunyoga qiziqib turgan bo'lsa, yana uni dunyoga qiziqtirish u hikmatdan bo'lmaydi. Shuning uchun dunyoni haqirligini insonga uqtiriladiki, uni aqli bilan anglasin. Tabiatiga esa dunyoga mehr solib qo'yilgan. U o'sha turtki bilan dunyoni o'zi obod qiladi.